3 farzand onasiman. Yuzim ko'rib turibsiz. Tonalka yo'q. Oddiy SPF yaltiraydi. Bitta ham ajin yo'q. Buni siri vaqtida boteks muolajasini amalga oshirish. Masalan, men har 8 oyda o'sha bilinadi boteks tushi. O'sha vaqtda o'zida hisob-kitob qilaman-da, o'sha boshlayman. Ko'z atrofidagi, peshonadagi ajinlar tez cho'nqirlashadi, ya'ni chuqurlashadi. Skladkalar o'sha cho'nqirlashganning hisobiga terimizda siniq holat qolib ketadi. Uni o'sha vaqt o'tgandan keyin o'sha bo'ldi, men shu muolajaga muhtojman deb qildirishadi ayollar. O'sha skladka ochilishi mumkin, izi qolib ketadi. Men 25 yoshimdan beri boteks muolajasini amalga oshirib kelyapman. Mana yuzimda osilib ketish, qarib ketish yo'q, navarot, yosharib yuribman. Hamma qo'rqadi-da, boteks yuzga zarar, osilib ketadi, qiyshayib ketadi. Agar boteksni to'g'ri tanlansa, to'g'ri tochkalarga qilinsa, rezultat вообще zo'r muolaja. Eng yaxshi ko'rgan muolajam bu boteks. Shu sababli har bir mijozlarimga aytib o'taman, vaqtida olinglar, vaqtida qaratinglar. Qo'rqish kerak emas bu muolajadan. Eng zo'r muolaja bu boteks.